Assalomu alaykum, keling tog'a dedim, o'zimni hech narsa bo'lmagandek tutishga urinib. To'g'risini aytsam, o'sha voqeadan so'ng erkaklardan ham cho'chib qolgan edim. Ichimda doimiy qo'rquv paydo bo'lgan. Har bir yaqinlashgan odamdan xavotir olardim. Qo'rqib ketganimni erimning tog'asi sezi shekilli, u men tomon yaqinlashdi. "Ha, kelin, xuddi erkak kishini birinchi marta ko'rayotgandek qo'rqib ketding", dedi u masxaraomuz ohangda. "Nega qo'rqay tog'a? Shunchaki biroz sovqatdim shekilli", dedim o'zimni xotirjam ko'rsatishga urinib. "Nega sovqatasan? Ering isitib qo'ymayaptimi? Agar u isitmasa, mana men borman. O'zim seni quchog'imga olib isitib qo'yaman", dedi u. Uning qarashlaridan yuragim siqilib ketdi. Semas, qizarib ketgan yuzi, osilib turgan yonoqlari, qalin lablari ustidagi mo'ylovi va g'alati boqqan ko'zlari menga juda yoqimsiz tuyuldi. "Tog'a, jiyaningiz sizni tog'am deb hurmat qiladilar. Siz esa", dedim alam bilan. "Aslo hurmat qilmasin. Men uning hurmatiga zor emasman. Eringdan ajrash. O'zim senga uylanaman. Xohlagan narsangni olib beraman", dedi u mo'ylovini silab. "U noshud, xotinni eplolmaydi. Mana menga tegsang, rohat farog'atda yashaysan. Xohlaganingni muhayyo bo'ladi", deya yana menga yaqinlashdi. Qo'rquvdan ovozim titrab ketib, "Hozir Qosim akamni chaqiraman", dedim. U esa istehzo bilan kuldi. "Qosimning uydan chiqib ketganini ko'rib olding-ku, kirdim-ku jonginam. Mening unda ishim yo'q. Senda ishim bor", dedi va qo'limdan ushladi. Uning qo'li tegishi bilan butun tanam titrab ketdi. Go'yo yana bir bor o'zimni himoya qilish uchun kurashishim kerakligini his qildim. Uning quchog'idan chiqib ketdim-da, qo'limdagi cho'michni qaynayotgan qozonga botirib, issiq suv olib uning oyog'i tomon sepib yubordim. "Ah, oyog'im! Bu nima qilganing, ye onangni!" Yuzimga tushgan qattiq tarsakidan ko'z oldimdan o't chaqnab ketdi. "Hali bu ishing uchun javob berasan, Qanjiq. Yaxshilikcha ko'nmadingmi? Endi o'zingdan ko'r. Eringnikidan sharmandalarcha haydalganingni hamma biladi. Bugunga kelib farishta bo'ldingmi? Opamga aytib, seni bu yerdan yo'q qilmasam, otimni boshqa qo'yaman." U meni ham, 7 avlodimni ham haqoratlab, tizzasini ushlaganicha oqsoqlanib darvozadan chiqib ketdi. Birozdan so'ng erim ishdan qaytdi. Bu safar unga bo'lgan voqeaning hammasini birma-bir aytib berdim. Lekin u menga ishonish o'rniga g'azab bilan qaradi. "Men seni bunday odam deb o'ylamagan ekanman. Tuhmat qilib nima foyda ko'rasan? Bu gapni shu yerda aytding, boshqa hech qayerda og'zingdan chiqara ko'rma. Hamma ustingdan kulib yuradi. Oyim ayollarning makri yomon bo'ladi, ehtiyot bo'l deganlari rost ekan", dedi-da, ortiq bir og'iz ham gapirmay ichkariga kirib ketdi. Boshim qotib qoldi umida. Endi nima qilaman? "Nodir opa, iltimos, bu yerdan tezroq keting. Qanday qilib shunday odamlar bilan bir hovlida qo'rqmay yashayapsiz? Axir bu dahshat-ku", dedim ko'zlarimni katta-katta ochib. Nodir opam asta boshini chayqadi. "Qayerga ham boraman, jiyan? Borar joyim bo'lganida bir kun ham bu yerda qolmasdim. Ikkinchi marta uyim buzilsa, otam meni oq qiladi. Menga endi orqaga yo'l yo'q." Shunday deb ko'zlaridan sizib chiqqan yoshlarni kafti bilan artdi. Taqdirim shu ekan shekilli. Qochib ham qutula olmayman. O'sha kuni ammamnikiga bormadim. Nodir opamnikidan chiqib to'g'ri uyimiz tomon yo'l oldim. Supada oyim bilan Saodatxon choy ichib, suhbatlashib o'tirishardi. Bir necha oy ichida biz Saodatxonga shu qadar o'rganib qolgan edikki, u bir kun uyimizga kelmasa, hammamiz uni qidirib qolardik. Mirsodiq ham anchadan beri Saodatxonning oldiga kelmay qo'ygandi. Bechora ayol o'y xayoldan ozib, to'zib, ancha so'lib qolgan edi. Bugun darslarim ertaroq tugab, uyga vaqtli qaytdim. Orqasini kuzgi quyoshning iliq nurlariga tutib o'tirgan oyimga salom berdim-da, kiyimlarimni almashtirish uchun ichkariga kirdim.
Shu payt darvozadan Sharofat xola kirib keldi. Qo'shni, hoy qo'shni, uydamisiz? Keling Sharofat opa, yaxshimisiz? Marhamat, so'riga chiqing. Kuzgi quyoshning iliqligi juda yoqyapti, dedi oyim. Ha, aytmang. Biz ham haligacha kunduzi tashqarida o'tiribmiz. Saodat ko'rinmaydimi? deya Sharofat xola so'rining chetiga o'tirdi. Bugun kelgani yo'q. Biror ish bilan chiqqandir, dedi oyim. Eri ham kelmadimi shu bilan? Bilmayman opa, bilasiz-ku, u o'z hayoti haqida gapirishni yoqtirmaydi. Shuning uchun hech narsa so'ragim kelmaydi, dedi oyim. Sharofat xola chuqur xo'rsinib qo'ydi. Shu ahvolda yuraveradimi? Undan ko'ra boshqa turmush qilsa yaxshi emasmi? To'g'ri aytasiz opa, lekin yaxshi odamni xotini tashlab ketmaydi-da. Yana bir kuyib qolmasin deb qo'rqaman. Birorta xotini vafot etgan insofli odam uchrasa yaxshi bo'lardi. Bekorga xotini o'lganga xotin aziz deyishmaydi, dedi oyim. Bir qarindoshim bor, xotini vafot etgan. Agar rozi bo'lsa sovchilikka borsakmikan? Oyim biroz o'ylanib turdi. Avval Saodatning o'zidan so'raylik. Balki ko'nar, Zora baxti ochilib, Mirsodiqni ham unutib, hayotini yangidan boshlar. Bir kuni o'sha xotini o'tib qolgan qarindoshimning o'g'li bilan kelini kelib, birorta yaxshi, insofli ayol bo'lsa, dadamni uylantirardik deyishdi. Men ham qobilgina bir qo'shnim bor. Bir amallab ko'ndirishga harakat qilaman desam, ular ko'ndirsangiz sizga bitta osh qilib beramiz deb xursand bo'lishdi. Xullas, yaqin orada Saodatxonning oshini yeymiz, dedi Sharofat xola hazil aralash kulib. Eng muhimi, yaxshi odamlar bo'lishsin. Oshning bahonasi topiladi. Zora yaxshi insonga turmushga chiqib, shu paytgacha chekkan azoblarini unutib baxtini topsa. Axir baxtli bo'lishga hammaning haqqi bor-ku, dedi oyim. Xavotir olmang qo'shni. Ular juda yaxshi odamlar. Qishloqning oddiy, halol insonlari. Qolaversa, o'zimning qarindoshlarim, dedi Sharofat xola ishonch bilan. Oyim gapni boshqa tomonga burdi. Singlingiznikiga borib turibsizmi? Jiyanim yaxshi yuribdimi? Keliningiz singlingizga yaxshi qarayaptimi? Borishga vaqt qayerda qo'shni? Bu kelin epchilroq bo'lsa bemalol aylanib yurardim. Bir kun uydan chiqib ketsam, o'zi bilan bo'lib mol holni ham ochlikdan o'ldiradi. Oyim jilmayib qo'ydi. Indamay chiqib ketsangiz, hamma ishni qiladi opa. Biz ham yoshligimizda shunday bo'lganmiz. Kattalar biror joyga chiqib ketishsa, hamma joyni chinday qilib yig'ishtirib qo'yardik. Balki sizlar shunday bo'lgandirsizlar. Men yoshligimda tong sahardan turib tushgacha hamma ishni bitirardim. Qo'lim kosov, sochim supurgi edi. Hozirgi yoshlar esa bitta ish qilmay turib charchadim deb yotib olishadi, dedi Sharofat xola labida burib. Shu payt eshik ochilib Saodatxon kirib keldi. Ha, bo'rini gapirsang qulog'i ko'rinadi deganlari rost ekanda. Hozirgina sizni gapirib o'tirgandik, dedi Sharofat xola kulib. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchlikmi? Qani nima gap, qulog'im sizlarda, dedi Saodatxon jilmayib. Keling Saodatxon, tepaga chiqib ko'rpachaga o'tiring, dedi oyim uni ko'rib quvonib. Saodatxon salom berib so'riga chiqdi. Sharofat xola unga ma'noli qarab kulimsiradi. Suyunchi bering qo'shni, sizga sovchi chiqdi. Saodatxon hayron bo'lib hammaga navbat bilan qaradi. Tushunmadim opa, qanaqa sovchi? Axir mening erim bor-ku. Bu gapni aytar ekan, uning yuzi qizarib ketdi. Ko'zlarida esa hayrat, ham alam, ham so'nmagan umid jilvalanib turardi. Mirsodiqning bahridan o'ting endi qo'shni. U sizga erlik qilmaydi. Undan ko'ra boshqa turmush qilib, odamdek yashang. Qachongacha shunday qiynalib yurasiz, dedi Sharofat xola. Saodatxon bir muddat jim qoldi. Keyin ko'zlarini oyimga qadab asta so'radi. Bilmadim, boshim qotib qoldi. Siz nima deysiz opa, nima qilsam ekan? Sharofat opa to'g'ri aytayaptilar, Saodatxon. Yosh umringizni yolg'izlikda o'tkazmang. Hali hayot oldinda, dedi oyim mehr bilan. Saodatxon chuqur xo'rsinib qo'ydi. To'g'risini aytsam, juda charchadim. Ko'p azob chekdim.
O'zim ham Mirsodiqning ham shu qilgan ishlaridan keyin hammasini unutib boshqa turmush qilsammikan deb o'ylab yuribman. Ana endi to'g'ri gap, dedi Sharafat xola quvonib. Ertaga sovchilar kelishsa o'zingiz ham ko'rasiz. Juda yaxshi odamlar. Kelini ham faqat qaynotamga qarab bersalar bo'ldi, qolgan barcha ishni o'zim qilaman, dedi. Xudo xohlasa keliningiz xizmatingizni qilib, chol kampir ikkovingiz yangi kelin kuyovday baxtli yashaysizlar. Sharafat xola hazil aralash kulib qo'ydi. Men esa ichimdan o'yga toldim. Ey Xudo, bular nima qilishyapti? Nahotki Sharafat xola Saodatxon opani shoshilib turmushga uzatmoqchi bo'lsa. Kechagina maktabdan qaytayotganimda Sharafat xolaning darvozasi oldida bir erkak bilan bir ayol gaplashib turganini ko'rdim. Sharafat xola ularni kuzatarkan, sizlar ko'nglingizni to'q tutib ketaveringlar. Ertaga o'zim qo'ng'iroq qilib javobini aytaman, degandi. Shunda haligi erkak mamnun qiyofada, opa, shu ishni bitirsangiz bo'lgani, qolganidan xavotir olmang. Sizni o'zim rozi qilaman. Ertaga yaxshigina bozor qilib kelaman. Bir oy yeb yotasizlar. Hatto 3dan 1-2 qo'shniga osh ham qilib bersangiz, hech kim hech narsa demaydi, degan edi. O'sha payt bu gaplarga unchalik e'tibor bermagan ekanman. Endi esa ularning har bir so'zi xayolimda qayta jonlanib, ko'nglimni g'ash qila boshladi. O'sha kuni Sharafat xola bilan gaplashib turgan erkak va ayolni uning qarindoshlari bo'lsa kerak deb e'tibor bermabman. Ammo hozir o'ylasam hammasiga tushunib yetdim. 2 kundan so'ng Sharafat xola oyim bilan Saodatxonni oshga taklif qildi. O'sha kuni Saodatxonning ko'nglida chiroq yoqsang ham yorishmaydigandek edi. U mehmonlarning oldiga chiqmayman deb oyoq tirab oldi. Ammo oyim bilan Sharafat xola uni bir amallab ko'ndirishdi. Avvaliga qovog'ini osib o'tirgan Saodatxon bo'lajak o'gay o'g'lining hazilkashligi va uning xotinining shirin so'zlariga erib qanday qilib rozilik berganini o'zi ham sezmay qoldi. O'sha kechaning o'zida to'y kuni belgilab qo'yildi. Ertasi kuni esa Saodatxonni kiyintirgani bozorga olib borishdi. To'y bo'ladigan kuni men darslarimni tayyorlab o'tirardim. Shu payt eshikdan yangi liboslarni kiyib olgan Saodatxon kirib keldi. Umida, nima qilib o'tiribsan? Qani tezroq kiyin, yoki borishni xohlamayapsanmi? Dedi u. U yana nimadir demoqchi bo'ldi-yu, fikridan qaytgandek jim bo'lib qoldi. Oyim boradilar-ku, Saodat opa, men xotinlarning orasida nima qilaman, dedim. Sen mening yonimda dugonamdek o'tirasan. Tur tezroq kiyin, bormasang xafa bo'laman, dedi u bilagimdan tortib. Uning ko'zlari qizargan, nigohida quvonchning zarrasi ham yo'q edi. Negadir unga rahmim kelib ketdi. Sho'rlik ayolning peshonasiga bu dunyoga kelib faqat qari erkaklarga turmushga chiqish yozilganmikin, degan o'y xayolimdan o'tdi. Ko'zimni uning ma'yus nigohidan olib qochib, o'rnimdan turdim. Hozir oyimdan so'ray, ruxsat bersalar kiyinib chiqaman, de ichkariga kirdim. To'y bo'layotganini eshitib, Saodatxonning akasi bilan yangasi ham qishloqdan yetib kelishibdi. Kuyov tomon yuborgan kichikroq avtobusga minib, hammamiz Saodatxonning yangi uyi tomon yo'l oldik. 2 soatlardan so'ng mashina havorang darvoza oldida to'xtadi. Mezbonlar bizni quchoq ochib kutib olishib, ichkariga taklif qilishdi. Hovli o'rtasidan oqib o'tayotgan ariq ko'zga juda yoqimli tashlanardi. Oddiygina, ammo ozoda hovliga kirib borarkanmiz, yangi kiyimlarini kiyib olgan, hassaga suyanib turgan, yoshi 70larga borib qolgan bir chol, kelinglar, kelinglar deya bizni kutib oldi. Shu payt Sharafat xolaning oyimga kulib, mana shu kuyovda deganini eshitib, etim junjikib ketdi. Oyimning rangi dokadek oqarib ketdi. Voy sho'rim, bechoraginaga jabr bo'libdi-ku opa, bu chol ancha qari ekan, dedi u. Nima qilibdi qo'shnijon? Ko'chada qolib ketgandan ko'ra 1000 marta yaxshi-ku, dedi Sharafat xola yelka qisib. Sho'rlik Saodatxon, shu chol uning bo'lajak eri ekanini bilarmikan?
U ham Sharafat xolaning nafsi qurboniga aylanganini o'ylab yuragim achishib ketdi. Sharafat xolaning dastidan Nodira opam, Saodatxon, uning kelini Oysanam va yana qanchadan qancha ayollar jabr chekkanini o'ylab undan nafratlana boshladim. Shunday qilib ziyofat ham tugadi. Biz Saodatxonni yangi uyida qoldirib qaytdik. Bechora ayol ortimizdan yig'lab qoldi. Mahallaga yetib kelgach, Saodatxonning akasi mashinasiga singlisining ko'rpa to'shaklari va qolgan buyumlarni ortishga tushdi. Saodatxon yig'ib qo'ygan sabzavotlar, idishlardagi yog' va boshqa oziq-ovqatlarni olib chiqib Sharafat xolaga berdi. Shu payt Sharafat xola jilmaygancha, "Uka, omborxonadagi o'tinlar ham Saodatxonniki edi. Agar mayli desangiz, o'shalarni biz olib qolsak. Baribir sizlar qishloqqa o'tin tashib ketmaysizlar-ku" dedi. "Mayli opa, olaveringlar. Biz shuncha yo'lga o'tin ortmaymiz" dedi akasi. U negadir parishon ko'rinardi. Balki singlisini o'ziga teng bo'lmagan cholga uzatib qo'yganidan vijdoni qiynalayotgandir. Buni yolg'iz Alloh biladi. Sharafat xola chaqqonlik bilan o'rnidan turib darvoza tomon yurdi. "Hoy bolalar, bu yoqqa kelinglar. Ozgina o'tin bor ekan, shuni biznikiga tashib beringlar" deb chaqirdi. Bolalar yugurib kelib, bir zumda o'tinlarni Sharafat xolaning hovlisiga tashib berishdi. Atrofdagi qo'shni ayollar esa bir chetda turib bu manzarani indamay kuzatishardi. Ichkariga kirib bo'lgan voqealarning hammasini oyimga aytib berdim. "Voy Sharafat xola tushmagur-ey, demak chorasiz qolgan Saodatxonni 70 yoshga kirgan cholga bekorga uzatmagan ekanda. Men ham sho'rlikka erkak bilan uchrashing, ko'ring uni deb maslahat bermay, bilmay gunoh qilibman. Bechorani o'tdan olib suvga tashlabmiz" dedi oyim. Onam xuddi o'zi katta gunoh qilib qo'ygandek ko'zlariga yosh olganicha menga ma'yus tikilib qoldi. Sho'rlik Saodatxon, u ham Sharafat xolaning nafsi qurboniga aylanganini o'ylab yuragim achishib ketdi. Men asta-sekin Saodatxon tomon yurdim. U hovlida turgan mehmonlarga muloyim jilmayib salom berar, ammo ko'zlari tinmay atrofni kuzatardi. Nazarimda u ham nimanidir sezayotgandek edi. Bir payt Sharafat xola uning yoniga kelib, "Qani kelin, yur, kuyov bilan tanishib qo'y" dedi. Saodatxon hayron bo'lib unga qaradi. "Kuyov qayerda o'zi?" deb so'radi u. "Ana, seni kutib turgan odam-ku" dedi Sharafat xola, haligi hassali cholni ko'rsatib. Saodatxon avval ishonmay cholga, keyin Sharafat xolaga, so'ng yana cholga qaradi. "Opa, hazillashyapsizmi?" dedi u titroq ovozda. "Yo'q, nega hazil qilaman? Shu inson seni nasibang." Bu gapni eshitgan Saodatxonning rangi bir zumda oqarib ketdi. Uning oyoqlari qaltirar, ko'zlariga yosh qalqidi. "Menga bu kishining yoshi haqida hech narsa demagan edingiz-ku?" Sharafat xola beparvo javob qildi. Yoshning nima ahamiyati bor? Insonning yaxshiligi muhim." Saodatxon bir so'z demay boshini egdi. Akasi esa chetda indamay turar, singlisiga qarashga ham yuragi betlamasdi. Shu payt haligi chol hassaga tayanib Saodatxonning oldiga keldi. "Xotin, xafa bo'lma, senga yomonlik qilmayman. Qolgan umrimni tinchlikda o'tkazsam bo'ldi" dedi muloyim ovozda. Bu gaplardan keyin ham Saodatxonning ko'ngli taskin topmadi. U sekingina mening qo'limdan ushladi. "Umida, yuragim juda siqilyapti. Negadir qo'rqyapman" dedi pichirlab. Men nima deyishni bilmadim. Unga tasalli berishga urindim, ammo ich-ichimdan o'zim ham yig'lagim kelardi. Kechga yaqin nikoh o'qildi. Hamma baxtli bo'linglar deb duo qildi. Ammo men o'sha xonadondan chiqib ketayotganimda Saodatxonning yuziga yana bir marta nazar tashladim. Uning lablarida tabassum bor edi, ammo ko'zlari yig'lardi. Shu kuni birinchi marta shuni angladimki, ba'zan insonning eng og'ir ko'z yoshi ko'zida emas, qalbidan oqar ekan.
Shunday qilib ziyofat ham tugadi. Saodatxonni yangi uyda qoldirib mahallaga yetib kelgach, uning akasi mashinasiga singlisining ko'rpa to'shaklari va qolgan buyumlarini ortishga tushdi.